Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylarida Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga, zulmiga va tajovuzchilikka qarshi butun kuchi bilan kurash qilayotgan aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim, Sharqiy Turkiston tashkilotlari va siyosiy ustozlar, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Men bugun bu video orqali nihoyat muhim va farqli masalalar haqida sizlardan ba'zi narsalarni talab qilmoqchi va umid qilmoqchi. Men Xitoy tajovuzchilariga qarshi siyosiy va ijtimoiy xizmatlarni boshlagandan beri suhbatlarimda, videolarda bir tashkilotning va yoki bir shaxs ustidan tilga ilib turib so'zlamagan edim. Ammo bugun Xitoy tajovuzchilariga qarshi yaxshi xizmatlarni qilayotgan dunyodagi eng chong 3 Sharqiy Turkiston tashkilotining birisi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi haqida ba'zi masalalarni o'tirib qo'ymoqchi va Dunyo Uyg'ur qurultiyidan ma'lum narsalarni umid qilmoqchi va talab qilmoqchi. Hammangizlarga ma'lumlik bo'lgandek, hozir butun dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz orasida Indigenous People, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki aziz vatan Sharqiy Turkistonning va Sharqiy Turkiston xalqining taqdiriga munosabatlik, ya'ni mustaqilligimizga munosabatlik masalalarda Sharqiy Turkiston tashkilotlarining va Sharqiy Turkiston xalqining fikrini olmasdan o'z oldiga bilib turib yoki bilmay turib xato bir qarorni olganligini Sharqiy Turkiston xalqi orasida tartishilmoqda. Yana buning bilan to'xtab qolmay xato ustiga xato qilib Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi bo'lgan Dulqin Ayso apandim va uningdan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultiyida asosliq muhim vazifalarni o'tayotgan bir necha kishi bu Indigenous People haqida hech qanday bir xabarning yo'qligini, hech qanday ma'lumotning yo'qligini, undaq ishning bo'lib boqmaganligini aytdi. Garchi men Dunyo Uyg'ur qurultiyining islomiy asosda yoki taqvodorlik asosida qurilgan bir tashkilot emasligini bilsammi va uningdan boshqa o'tkazayotgan ushaq-tushak xatoliklarning va samimiyatsizliklarining borligini bilsammi, Xitoy tajovuzchilariga qarshi eng yaxshi asosliq zarbalarni urayotgan bir tashkilot bo'lganligi uchun va uzluksiz taraqqiy qilayotgan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini kuchaytirayotgan bir tashkilot bo'lganligi uchun bu tashkilotga alohida hurmatim bor edi va bu tashkilotning va tashkilot rahbarlarining samimiyatiga bir oz bo'lsa ishonat. Shuning uchun Indigenous People haqida tunji qatim axborotlar, videolar e'lon qilingandan keyinmi bu ishning tafsilotini aniq uqmay turib bu haqda so'z qilmay deb o'ylagan edim. Men bu Indigenous People haqida nurg'unlagan so'zlar taqalgandan keyin bu haqdagi ma'lumotlar haqida izlandim. Hatta Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki boshqa masalalar haqida tutgan yo'llarini, Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki iqtisodiy manbalarini degandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyida a'zo bo'lgan va yoki uzundan beri qo'llab kelayotgan kishilar orqali aniqlab chiqdim. Men bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyini qarg'ulachi ayiblash yoki haqorat qilish maqsadida emasman. O chaqlarda menga o'xshash yoshlardan bo'lgan bir necha qarindoshimiz bilan Xitoy tajovuzchilariga qarshi faoliyat olib berish uchun va bu faoliyatga ketarlik iqtisodiy chiqimning ma'lum bir qismini Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki bizga ta'minlab berishini umid qilib, bir necha qatim Dunyo Uyg'ur qurultiyida unumli xizmatlarni qilayotgan cho'nglar bilan ko'rishgan edik. Ular bizdan tafsiliy ma'lumotni va plan proyektlarimizni yoziqcha orqali yozib, ularga avatib berishimizni talab qildi. Biz ham nihoyat yaxshi mazmunlarni tayyor qilib, ularga avat. Ular bizni taqriban 1-2 oy saqlatgandan keyin hech qanday bir iqtisodiy yordam qilolmaydiganligini aytdi. Shuning bilan bizning vaqtimiz ham bir necha qitimlik qilmoqchi bo'lgan faoliyatlarimiz qilinmay qolib qoldi. Ve bizning ruhimiz nihoyat sunib ketdi. Biz o chaqlarda hech qanday og'rinmagan edik, chunki bizga yordam qilinmasimi, o'zlarininki yaxshi xizmatlarni qilayotganligi uchun ta hozir qadar ularni yaxshi ko'rib kelgan edim. Yana shuningga o'xshash masalalar bir necha qatim davomlashgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki asas qatlam kishilarininki samimiyatiga ishonib ketanmaganligim uchun bu so'zlarim orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi butun xodimlarning va uningdan boshqa barliq tashkilotlarning bu masalalar haqida ibrat olishini va o'ylanib bekishini umid qilish maqsadida bu so'zlarni qilyapman. Men yaqindan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyini kuzatish va izlanish orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyining texmo samimiyatsiz insonlarni, hatto buningdan burun millatga bir necha qatim xiyonat qilgan insonlarni o'z orasiga qabul qilganligini ko'rdim. Hatto uningdan sir to'xtamasdan Sharqiy Turkiston xalqining dini, islom dini bilan o'ynashadigan, islom diniga qarshi maqolalarni va har xil mazmunlarni tayyorlab, doim islom diniga hujum qilgan kishilarni Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qabul qilganligini va u kishilarning hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyida muhim kishilarning qatoridan o'rin olganligini ko'rdim. Bu men uchun va Sharqiy Turkiston xalqi uchun nihoyat xatarlik bir masala. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'z ichidagi a'zolarini bir tozalashi kerak deb umid qilaman. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun xizmat qiladigan har qanday bir siyosatchi, har qanday bir tashkilot islom dini bilan o'ynashmasligi kerak. Chunki islom dini Sharqiy Turkiston xalqining tarixdan buyon e'tiqod qilgan Allohning nazarida qabul qilinadigan birdan bir din.
kimdi-kim islom dini bilan o'ynashadigan, qarshilashadigan Xitoy tajovuzlariga qarshi hargiz utuq qozonolmaydi. Yana bir jihatdan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaraydigan bo'lsak, boshqa Sharqiy Turkiston davosini ilib berayotgan, Xitoyga qarshi harakat qilayotgan tashkilotlarning qurilmasiga qaraydigan bo'lsak, hammasi degidek 50 yoshdan oshgan yashangan kishilar. Bu Sharqiy Turkiston davosida, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqillik kurash maydonida nihoyat xatarlik bir masalalarning birisi. Har qanday bir tashkilot, har qanday bir millat, hatto davlatlarmi yoshlarga e'tibor qilmaydigan bo'lsa, yoshlarni, o'smirlarni muhim o'ringa qo'yib, ularni tarbiyalashda, ularning taraqqiyoti, gullanishi, kuchlanishi uchun, yangi fikrlarning o'tirg'i chiqishi uchun yoshlarga, o'smirlarga qattiq ko'ngil biladi. Shuning uchun Xitoy tajovuzchiligiga qarshi vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan tashkilotlar ham yosh o'smirlarni tarbiyalashda, yoshlarga siyosiy maydonda xizmat qilishga imkoniyat yaratib berishdi. Kelgusida Xitoy bizga qanday hujum qilishidan qat'iy nazar, sharoitimizning qanday bo'lishidan qat'iy nazar Sharqiy Turkiston mustaqillik ko'rishining texmo taraqqiy qilishi, muntazam ilgirlishi, to'xtab qolmasligi uchun yoshlarga xizmat berishda aktivlik bilan kuchishi, badal to'lashi kerak. Yoshlarni bu xizmatlarga qiziqtirish kerak. Sharqiy Turkistonning yosh yigitlarga, yosh qizlarga har xil xizmatlarni berish orqali, xizmat taqsim qilish orqali, ularni rag'batlantirish orqali, Sharqiy Turkiston tashkilotlarining ichida ma'lum bir xizmat o'rinlarini berish orqali Sharqiy Turkiston davosini, Sharqiy Turkiston mustaqillik sepini yoshlashtirish kerak. Men yillardan beri siyosat, axborot, tashviqot sohasida tarafsiz holatda Sharqiy Turkiston xalqining, yoshlarning siyosiy ideyasini, tushunsini texim yuqori ko'tarish uchun tarafsiz holatda xizmat qilishga ko'p tirishdim va hala tirishyapman. Men mushu bir necha yil jarayonida nurg'unlagan siyosatchilarni, tashkilot rahbarlarini hech ayirmasdan qayta-qaytalab suhbatlarga da'vat qilib kelyapman. Ammo ular mening o'zlariga o'xshash ko'z qarashda bo'lmaganligim uchun, ularning barliq so'zlarini, barliq fikrlarini davomli qo'llamaganligim uchun mening ekranimga chiqishni rad qilib kelyapti. Bu faqat ma'lum bir tashkilotga qarata aytilgan so'z emas. Hozirgi umumiy Sharqiy Turkiston davosida ekranlarda har xil so'zlar orqali qiziqmoqda bo'layotgan kishilar. Bu xil kishilar o'zining eg'izidan qanday so'z chiqsin, fikri qanday bo'lsin, qo'llab-quvvatlaydigan, to'g'ri deb beradigan ekranlarga qo'ymay chiqsa-mu, qilayotgan gap so'zlarining tiki-taktini, mohiyatini, oxirgi natijasini so'raydigan ekranlarga chiqishdan qo'rqadigan ahvol, ularni chetkika qiladigan ahvol nihoyatda og'ir. Ammo men bu yerda barliq Sharqiy Turkiston tashkilotlari xato qilyapti, hammasi qo'rqinchoq, qo'lidan ish kelmaydi demoqchi emasman. Hech kimga yoki hech qanday bir tashkilotga %100 itoatman bo'lib, hamma fikr va ideyalarga qo'shilib, uningga a'zo bo'lib ketishining hojati yo'q. Ammo Sharqiy Turkiston davosidagi sanoqli insonlarning bu siyosiy davoda kuchab harakat qilayotganligini ko'rganligimiz uchun, bu sanoqli kishilardan unumli foydalanish uchun har sohada faqat to'g'ri va unumli ishlarda hamkorlashib, birlikda qo'l tutishib, tirishib hamkorlasha oladigan. Bugun bir tashkilot bir xizmat qilgan bo'lsa, u xizmatini qo'l tutishib qila oladigan. Ertasi boshqa bir tashkilot boshqa bir yaxshi ishni qilgan bo'lsa, uningga hamkorlasha oladigan bir siyosiy maydonni hozirlagan bo'lsak degan umiddaman. Ammo ba'zi tashkilotlarning va tashkilot rahbarlarining tarafvozlik tufaylidan agar Xitoy tajovuzchilariga qarshi aktiv harakat qilayotgan bir kishi bugun ma'lum bir tashkilotning yanida yaxshi bir ishga o'rtaq bo'lib, ularga hamkorlashgan bo'lsa, yana bir tashkilot ertasi bir xizmat qilmoqchi bo'lsa, u kishini tunugun boshqa bir tashkilotning yanida turib bugun men chaqirmay, bizning qishimizga kelmasin deydigan ideya bilan harakat qiladigan, yaxshi ishlarda umumiylik chaqiriq qilmaydigan, ayirmachilik qiladigan og'ir mas'uliyatsizlik mavjud. Shuning uchun mushu ishga qattiq diqqat qilishingizni umid qilaman. Shuningga o'xshash samimiyatsizlikning yana bir turi bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xato qilganiga o'xshash biz indigenous people degan o'qimaydi ekanmiz, bizning xabarimiz yo'q, biz bunday ishni talab qilmadik deb vaqtliq, yana bir necha kunlik yoki bir necha yillik xalqni aldayalasimi, u yolg'onchilik oshkorlangandan keyin barliq Sharqiy Turkiston xalqi o tashkilotga yoki o siyosatchiga ishonmaydigan. Ya'ni bir qatimliq samimiyatsizligi yoki yolg'onchiligi uchun ikkinchi qatim o kishiga yoki o tashkilotga hech kim ishonmaydigan. Bir qatim yilondan qo'rqib ketgan, ikkinchi qatim og'amchidan qo'rqibdi deganga o'xshash, undan keyingi qatimlarda rost so'zlasimi hech kim ishonmaydigan bir ahvolga duchor bo'lib qoladi. Shuning uchun mayli qanday badal to'lash kerak bo'lsin, samimiyatni, rostchilikni asos qilgan holda Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu masala haqida xalqqa bir yaxshi ochiqlama qilishini, bundaq ishlardan qat'iy saqlanishini, shuningga o'xshash Dunyo Uyg'ur qurultiyida va boshqa tashkilotlarda mavjud bo'lgan yolg'onchi bo'lgan, samimiyatsiz bo'lgan,
millatga xiyonat qilgan kishilarni shu tashkilot ichidan tozalab, samimiy va iqtidorli bo'lgan kishilarni qanday bedel to'lashdan qat'iy nazar shu tashkilotlarning ichiga so'rab kirishini umid qilaman. Sharqiy Turkiston davosida Sharqiy Turkiston xalqi nihoyat ehtiyojli bo'layotgan bir masala shuki, Sharqiy Turkiston xalqiga Sharqiy Turkiston siyosatini elib berayotgan umumiy tashkilotlarning va siyosatchilarning nishoni, fikri, xizmat qilish usuli, qurilmasi va qancha kishidan tarkib topganligi, nizomnomasini umumyuzlik tunishtirgan. Butun Sharqiy Turkiston xalqiga Sharqiy Turkiston tashkilotlarini yaxshi taniy oladigan. Bu tashkilot mo ishni qildi ekan. Bu tashkilotning ideyasi ma ekan. Bu tashkilotning qonun prinsiplari bu ekan degan bir tushunchani, bir ideyani hosil qila oladigan bir sharoit hozirlash. Aslida mening bu axborot tashviqot sohasiga kirishdagi eng muhim masalalarning birisi mushu edi. Men tashviqot sohasini boshlagandan keyin barliq tashkilotlarni va tashkilot rahbarlarini ziyorat qilish orqali ularning qurilmasini, nizomnomasini, xizmat qilish usullarini va qoida prinsiplarini, nishonini butun xalqimizga tushuntirib berish edi. Afsuski deganimga o'xshash xizmatlarni boshlagandan keyin ba'zi tashkilotlarning va tashkilot rahbarlarining tarafbozligi tufaylidan bu ma'u tashkilotning rahbarini yoki tashkilotni ziyorat qilayotgan edi. Shuning uchun mushlarning adam bo'lsa kerak. Shuning uchun men buning ekraniga chiqmay degan o'xshash ishlar tufaylidan men bu tashkilotlarni va tashkilot rahbarlarini tunishtirishga ojiz kelib qoldim. Shuning uchun bu xizmatlar muttasilga uchrab, plan qilgan, nishon qilgan ishni amalga oshira olmay qoldim. Agar Sharqiy Turkiston xalqi tashkilotlar haqida umumyuzlik tushunchaga ega bo'lsa, ma'lum bir saxtpaz, qora niyatlik, yomon niyatlik Sharqiy Turkiston xalqini o'ziga qaratish, o'zini cho'lpon qilib ko'rsatish uchun har xil qora va bo'htonlarni chaplayotgan, tashkilotlarni yerdan yerga urayotgan kishilarmi bu xil fursatlardan foydalanmagan bo'ladi. Ikkinchidan, ana shu xalqaro cho'ng tashkilotlarimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga munosabatlik Xitoy tajovuzchilari bilan munosabat qilayotgan yoki Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakat qilayotgan Amerika, Angliya, Fransiya, Kanada va shunga o'xshagan Yevropa davlatlarini va undan boshqa Afg'oniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Hindiston, Yaponiya, Pokiston qatorliq davlatlarning qurilmasini, ularning siyosiy tushunchalarini, politikalarini, Xitoy bilan bo'lgan munosabatini ayrim yaxshi tushuntirgan vaqtimizda Sharqiy Turkiston xalqining ideyasi, fikri texmi ichilgan bo'ladi. Sharqiy Turkiston davosida Xitoyga qarshi texmi aktiv va texmi yaxshi xizmatlarni qila olgan bo'ladi. Bu masalalar aydin bo'lmaganligi uchun har xil kishilar har xil o'ylar bilan, har xil fikr ideyalar bilan faqat xiyol surib uyda o'tirgan holatga kelib qoldik. Undan boshqa eng oxirgi muhim sizlardan umid qilmoqchi bo'lgan, talab qilmoqchi bo'lgan masala shuki, asosliq Sharqiy Turkistonning yoshlarining, u mayli dunyoning qayerida bo'lsin, Yevropa ellarida bo'lsin, O'rta Osiyo, Turkiyada bo'lsin, barliq Sharqiy Turkiston yoshlarining Xitoy tajovuzlariga qarshi texmi yaxshi aktiv xizmatlarni qilishi uchun, Sharqiy Turkiston yoshlarining kuchidan, iqtidoridan unumli foydalanish uchun, yoshlarni bu davosiga so'rab kirish uchun, Sharqiy Turkiston yoshlarining vatan davosida, ya'ni vatanning g'amida ma'lum bir faoliyatlarni yoki Xitoyga qarshi ma'lum bir siyosiy xizmatlarni qilmoqchi bo'lgan vaqtida o'zi yolg'iz kelib qilib bu xizmatni qilolmaydigan, ya'ni o'zi plan qilgan, o'zi orzu qilgan shu xizmatni qilolmaydigan va yoki iqtisodiy yetishmaslik sababdan shu xizmatni qilolmaydigan, faqat o'zi yolg'iz holatda xiyol surdigan, orzu qildigan, plan qildigan bir holatdan qutulib, ma'lum bir xizmatlarni, ma'lum bir faoliyatni qilmoqchi bo'lgan, plan qilgan, yoshlarning o'zi bilan hamkorlasha oladigan, o'zi bilan hamdamda bo'la oladigan, birlikda harakat qila oladigan kishiga ehtiyojli bo'lgan vaqtida men Xitoy tajovuzchilariga qarshi ma'u xizmatni, ma'u faoliyatni qilishni plan qilgan edim. Mening bunchalik odam kuchiga ehtiyojim bor. Bu ishni qilgandan keyin Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun mundaq foydalarni ilib keladi deydigan, talabni suna oladigan, yordam so'ray oladigan va yoki men ma'u xizmatni qilay degan edim, ma'u faoliyatni qilay degan edim. Bu faoliyatni qilishga sababim bu deydigan, buningga ketarlik chiqim bu chiqimni, bu faoliyat ketarlik bu chiqimlarni, ya'ni bu iqtisodiy chiqimlarni o'zim chiqarishga men qodir emas. Faoliyatning chiqimlarini sizlar ko'tarib bergan bo'lsanglar, men bu faoliyatlarni utuqlik qilib olgan bo'lsam deydigan, iltimos sunalaydigan bir muntazam tashkilot yo'q. Dunyodagi Sharqiy Turkiston tashkilotlarining maxsus shuningga ayirgan iqtisodiy yoki odami yo'q. Ba'zi tashkilotlarning odami bo'lgan taqdirda faqat o'zining qo'llovchilari bo'lgan, o'zi yaxshi ko'radigan kishilarga ko'ngil bilib ularga yordam qiladigan, ularni qo'llaydigan ishlar bor. Ammo u tashkilotning yanida bo'lmagan yoki shu tashkilotning o'rnashgan davlatida yoki shaharda bo'lmagan, uningda boshqa shaharlarda yoki davlatlarda bo'lgan kishilar ko'ngil bo'lmaydigan, yordam bermaydigan, ularga samimiy muomala qilmaydigan ahvol bak ig'ir. Shuning uchun Sharqiy Turkiston davosida yoshlardan va iqtidorlilardan ayrilib qilish ahvoli nihoyatda ig'ir. Shuning uchun bu masala haqida barliq tashkilot rahbarlarining, bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining nihoyat yaxshi o'yinni pekishini umid qilaman.
Chunki Dünya Uyg'ur Qurultiyi Yevropa ellaridan va boshqa davlatlardan muntazam, hatto Sharqiy Turkiston xalqidan eng asosliq va muntazam yordam qabul qiladigan, yordam ala oladigan bir tashkilot. Shuning uchun bu iqtisodni yoshlarga bir oz ayrishini, bunga qattiq ko'ngil bo'lishini umid qilaman. Oxirida Dünya Uyg'ur Qurultiyining Indigenous People haqida Uyg'ur xalqiga qoyil qilarliq bir javobni berishini, Indigenous People haqidagi mas'ul kishining qattiq jazolantirilishini, bu Indigenous People masalasini qattiq ching tutib bir taraf qilishini, Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik haqidagi irodasini butun dunyoga qayta-qaytalab jakarlashini va davomlashtirishini umid qilaman. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.